Akalar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Xon Plus Group. Videolarimizga yoqayotgan bo'lsa like, yoqmayotgan bo'lsa dislike deydimi, shu narsani bosib qo'yinglar. Biz sizlarga quyidagi narsalarni tavsiya qilamiz. Ya'ni talabga passiv daromadlardan bittasi. Mana shunaqa narsalar izlab yurgan akalarga mana bo'linadiganini qaranglar mana. Shuni legrupga qilinaveradi. Sifatli, qanlislar, ishonarlisi deydiganlarga mana shu akalar tavsiya qilamiz. Mana apparatlarda har xili bor. Birinchi qo'l akalar kim muhim hali do'kon bo'lib kimlardir olib sotmaydi. Bundan tashqari mana stoykalar, ustunlar ham bor. Lisani stoyka nima deydi bu? Lisami o'sha narsada men jonchalik bilmayman. Tomga qo'yadigan nima? Karkazi nimalari? Mishalkalar bor ekan, betona mishalkalarga. Betona mishalkalar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar akalarga tezda sifatli qilib beradi. Mana apparatkalarni juda sifatliligi, har xil o'lchamligi bor apparatkalar. Olib arendaga berib qo'yaman deydigan akalar bo'lsa, agar bizni ko'rayotganlarning ichida qurilish firmalari bor akalar bo'lsa, olib bemalol shartnomaga sotishaveradi akalar, nomerini qoldiramiz. Xudo xohlasa tez va sifatli qilib beradi. Lisani ko'ryapsizlar, ishi juda chiroyli chiqadi. Agar mana shu narsa qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib berishadi akalarimiz. Biz bilasizlar, faqat o'zimizni yo'nalishimiz emas, mana shu kanalimizga yangi o'zimizga o'xshagan tadbirkorlar qo'llash maqsadida yangi videolarni joylaymiz va'da qildik va mana shu ish bo'yicha ishlayapmiz. Birinchi qo'l narsalarni, odamlarga manfaatli narsalarni ko'rsatishda davom etamiz. Misol uchun bir kuniga 100 ming so'mga bersalaring ham xudoning kuniga bir oyda 20 kun maksimum 2 million so'm mana shu bitta komplekt apparatga 10 million, 12 milliondir endi menimcha. Endi to'shni narxini men bilmayman. Mana shu telefon nomerlariga aloqaga chiqsalaring, mana shu nomerda akalarimiz o'zlari javob berishadi, chiroyli qilib berishaveradi. Muhimi akalar kimdandir olib sotishmaydi, faqat o'zlari ishlab chiqaradi. Mana ko'ryapsizlar. Hozir ham mana akalarni o'zi yasashyapti. Arzon qilib berishadi. O'zbekiston bo'yicha kelayapsa, dunyo bo'yicha kelisalaring dastavkasigacha kelishilaveradi. Hozir dastavka ham katta summa bo'lmaydi. Yuk mashinalar chunki serob arzimagan pulga olib ketadi akalar. Katta summa bo'lmaydi. Ekrandagi nomerlarga hozir ko'rsatib o'tdik. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Agar videolarimiz manfaatli bo'lsa, albatta obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar.